Davamı. Guvohlik berish yig'ini qatnashgan Xinjiang masalasi mutaxassislari mundaq ko'rsatdi. Yer shari magnetik qonunidan foydalanib kishilik huquqni dafsanda qilishga qatnashgan amaldorlar va shirkatlarni jazolab, nazorat qilish uskunalarini ishlab chiqarib, Xinjiangga borgan Amerika shirkatlarining savdo tijoratini to'xtatishni murojaat qilib, Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati sada qaytirib, qayta tarbiyalash lagerlariga nazarband qilingan Uyg'urlarni va boshqa musulmonlarni Jungo hukumatining darhol qo'yib berishini chaqiriq qilish kerak. Uyg'ur kishilik huquq turining raisi Nuri Turkal apandi Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisining Uyg'urlarning fuqarolik huquqi va siyosiy huquqlarini qo'llaydigan Uyg'ur siyosiy qonun loyihasi ma'qullashni taklif qildi. Aloqador ayblashlarni Jungo inkor qildi. Doirlarning Xinjiangda qurib chiqqani kasbiy tarbiyalash va cheniqtirish markazidir deb ko'rsatdi. Jinoyat yenikrak kishilarni tarbiyalab jamiyat qaytarishni maqsad qiladi dedi Xitoyning yolg'onchi mutahamlari. Mushunga yozilgan inkasdan bir misol keltiraylik. Inkas birinchi Jungo Kompartiyasi Natsistlar partiyasidir. İnkas ikkinchi dunyoda pat arada Natsistlar partiyasi bilan Jungo Kompartiyasini birlashtirib qaraydi. Endilikdagi yana bir mavzu endi Uyg'urga munosabatlik umumiy kechirim xalqaro kishilik huquq tashkiloti Jungo hukumatining Xinjiangdagi Uyg'urlar sistemalik ziyonkashlik qilishini to'xtatishni talab qildi. Mavzuli xabar 9-ayning 24-kun Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Umumiy kechirim xalqaro kishilik huquq tashkiloti Jungo doiralarining sistemalik ziyonkashlik qilish harakatini to'xtatishni, Uyg'urlarga sistemalik ziyonkashlik qilish harakatini to'xtatishni talab qilib, Xinjiangda mustamlik Uyg'uristonda nazarband qilingan 1 million Uyg'urning izdirigini qildi. Umumiy kechirim xalqaro kishilik huquq tashkiloti yakshanba kuni bir parcha doklad e'lon qilib, chet ellarda yashayotgan Uyg'urlardan 100 dan ortiq kishini ziyorat qilib, material tayyorlab, ularning urug' tuqqanlarining jismoniy qiynashga uchraganligini, turmalarga solanganligini, tarbiyalash markaziga nazarband qilganligini bayon qildi. Umumiy kechirim xalqaro kishilik huquq tashkiloti har qaysi ellar davlat rahbarlariga murojaat e'lon qilib, Jungo hukumatining Uyg'ur oz sonliqlar qaratgan qabih harakatlarini to'xtatishni talab qildi. Umumiy kechirim xalqaro kishilik huquq tashkiloti Sharq Osiyo bo'limining mudiri Nikolas Bekovlin bayonotida mundaq ko'rsatdi. Her qaysi ellar hukumatlari Jungo hukumatining Xinjiangda yuz bergan qabohatlik tushga mas'ul bo'lishini surishta qilishi kerak. Umumiy kechirim xalqaro kishilik huquq tashkiloti doklad e'lon qilishdan burun Xinjiangda Uyg'urlarning kishilik huquq sarguzashtlari xalqaro jamiyatning qattiq diqqatini qo'zg'agan edi. Hamda Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi senatori Marco Rubio, Avam Palata a'zosi Christopher Smitlarning o'tgan oyda Prezident Trumpga xat yozib, Xinjiangda kishilik huquqni, mustamlik Uyg'uristonda kishilik huquqni dafsanda qilish qatnashgan Jungoning yuqori darajalik amaldorlari va shirkatlar shaxsiylarni jazolashni talab qilishga turtki bo'lgan edi. Ular Jungo hukumatining Xinjiangni yuqori fan texnikani soqchi davlatiga aylantirganligini, Uyg'urlarni keng ko'lamli qattiq va kishilik huquq ziyonkashlik qilish bilan nazorat ostiga olganligini tanqid qilgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mahkamasi Amerika amaldorlarining Xinjiangning vaziyati to'g'risida diqqat qiladiganligini Jungo hukumatiga
bildirişi kerak deb o'ziga ko'rsatgandir. Endilikda biz xulos qilib qo'yaylik ikki jumla. 9-oyning 24-kuni birinchi. Umumiy kechirim xalqaro kishilik huquq tashkiloti Jungo hukumatining Xinjiangda Uyg'urlarga sistematik ziyonkashlik qilishini to'xtatishni talab qildi. Mana hozir so'zlaganimiz leksiyaning oxiri qo'yilib qoldi. Ikkinchi, 9-oyning 26-kuni Avam palatasi barobarlik prinsipi bo'yicha Tibetga kirish qonun loyihasi ma'qulladi. Uchinchi, 9-oyning 27-kuni Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Uyg'urlar yo'liqqan kishilik huquq krizisi to'g'risida guvohlik berish yig'ini o'tkazdi.